Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash. Bu masala faqat hozir pensiyada bo'lib ishlayotganlarga emas, yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga ham tegishli. Chunki ko'pchilik pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettiradi. Lekin qo'shimcha ishlagan yillar pensiyasiga qanday ta'sir qilishini, qachon qayta hisoblash so'rash kerakligini, qaysi hujjatlar kerakligini aniq bilmaydi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Oldin tartib qanday edi? Hozir nimaga e'tibor berish kerak? Kim qayta hisoblashdan foyda ko'radi? Kimda esa pensiya o'zgarmasligi mumkin? Qanday xatolar odamlarni puldan mahrum qiladi? Video siz uchun foydali bo'lsa, hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avvalo masalaning ildizini tushunib olaylik. Pensioner ishlayotgan bo'lsa, u oddiy xodim kabi ish haqi oladi. Ish beruvchi uning nomidan belgilangan tartibda soliqlar va ijtimoiy to'lovlarni amalga oshiradi. Mantiqan qaraganda odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlasa, yana mehnat staji yig'iladi, daromadi ko'payadi. Demak, pensiya ham bir payt kelib qayta ko'rib chiqilishi kerak. Lekin amalda hamma narsa avtomatik ravishda va darhol o'shib ketadi deb o'ylash xato. Ko'pchilikning eng katta adashishi shuki, men pensiyaga chiqqanimdan keyin yana bir yil ishladim. Demak, kelasi oydan pensiyam o'shishi kerak deb o'ylaydi. Aslida pensiyani qayta hisoblash uchun ma'lum shartlar, muddatlar, hujjatlar va asoslar bo'ladi. Qayta hisoblash har bir holatda bir xil natija bermaydi. Ba'zi insonlarda pensiya sezilarli oshadi. Ba'zilarda juda oz oshadi. Ayrimlarda esa umuman o'zgarmasligi ham mumkin. Oldin ko'p jarayonlar qog'oz hujjatlar asosida yuritilar edi. Odam ish stajini tasdiqlash uchun mehnat daftarchasini, arxiv ma'lumotnomasini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani, korxona buyruqlarini olib yurishga majbur bo'lardi. Ba'zan korxona yopilgan bo'ladi, arxiv topilmaydi. Ma'lumotnoma noto'g'ri berilgan bo'ladi. Natijada pensionerning haqiqiy mehnati hisobga olinmay qolishi mumkin edi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshiriladi. Lekin bu endi hech narsa qilish shart emas, degan emas. Chunki elektron bazada hamma davrlar to'liq ko'rinmasligi mumkin. Ayniqsa eski yillardagi ish staji, boshqa viloyatdagi ish joylari, sobiq korxonalar, mavsumiy ishlar. Fermer xo'jaligidagi davrlar yoki norasmiy ishlagan yillar bo'yicha muammolar uchraydi. Shuning uchun ishlovchi pensioner o'z huquqini bilmasa, unga tegishli bo'lgan qo'shimcha pulni yillar davomida olmasligi mumkin. Men avval pensiya nimadan shakllanishini sodda qilib tushuntirib beraman. Pensiya miqdoriga odatda 3 ta katta omil ta'sir qiladi. Mehnat staji, ish haqi yoki daromadlar bo'yicha ko'rsatkichlar hamda qonunchilikda belgilangan eng kam miqdorlar va koeffitsiyentlar. Ya'ni siz qancha yil ishlagansiz, qaysi davrlarda qanday maosh olgansiz, bu ma'lumotlar tasdiqlanganmi yoki yo'qmi? Shular yakuniy summaga ta'sir qiladi. Ishlovchi pensioner uchun eng muhim savol: pensiyaga chiqqandan keyingi ish staji keyinchalik hisobga olinadimi? Ha, muayyan shartlar bajarilsa hisobga olinishi mumkin. Lekin u faqat men ishladim degan gap bilan emas. Rasmiy mehnat munosabatlari, to'langan badallar yoki tegishli elektron yozuvlar bilan tasdiqlanadi. Agar odam pensiyada bo'lsa-yu, lekin norasmiy ishlasa, masalan, hech qanday shartnomasiz qo'lda pul olsa, keyinchalik bu davrni pensiya qayta hisoblashda ko'rsatish juda qiyin bo'ladi. Yana bir muhim masala: qayta hisoblash natijasida pensiya faqat oshishi kerak deb o'ylaydiganlar ko'p. Amalda vakolatli organlar hujjatlarni ko'rib chiqadi. Qo'shimcha stajni, ish haqi ma'lumotlarini olibga avval hisobga olingan va olinmagan davrlarni tekshiradi. Agar yangi ma'lumotlar pensiya uchun foydali bo'lsa, pensiya oshishi mumkin. Agar yangi ma'lumotlar hisob-kitobga ta'sir qilmasa, summa o'zgarmasligi mumkin. Odatda pensionerning amaldagi pensiyasini sababsiz kamaytirib yuborish maqsad qilinmaydi. Lekin noto'g'ri hujjat, xato ma'lumot yoki ilgari noto'g'ri hisoblangan holatlar aniqlansa, alohida tekshiruv bo'lishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni to'g'ri tayyorlash juda muhim. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlashni davom ettirayotganlar e'tibor berish kerak. Masalan, maktab o'qituv pensiyaga chiqdi, lekin dars berishni davom ettiryapti. Shifokor pensiyaga chiqdi, lekin poliklinikada ishlayapti. Korxona muhandisi pensiyaga chiqdi, lekin maslahat yoki shtat asosida ishda qoldi. Bunday insonlarda keyingi ish davri pensiyani qayta hisoblash uchun ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh: pensiyaga chiqqanda staji to'liq bo'lmagan yoki ayrim yillar tasdiqlanmagan odamlar. Masalan,
Erkak kishida pensiyaga chiqishda kerakli staj bor. Lekin ayrim yillari hujjatsiz qolgan. U pensiyaga chiqqandan keyin yana 2 yil rasmiy ishladi. Mana shu qo'shimcha 2 yil ayrim hollarda umumiy stajni yaxshilashi va pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 3-guruh pensiyaga chiqish vaqtida maosh past davrlar bo'yicha hisob-kitob qilingan. Keyin esa pensiyada turib yuqoriroq maosh bilan ishlaganlar. Lekin bu yerda nozik joy bor. Har doim ham pensiyadan keyingi yuqori maosh avtomatik tarzda pensiyani katta oshirib yubormaydi. Chunki hisoblash tartibida qaysi davr maosh olinishi, qaysi davr tasdiqlanishi, qanday koeffitsient qo'llanishi alohida belgilanadi. Shunga qaramay, agar yangi ish davri rasmiy bo'lsa va ma'lumotlar tizimda aks etsa, uni tekshirtirish foydali bo'lishi mumkin. 4-guruh ilgari hujjatlari to'liq bo'lmagan, keyin arxivdan yangi ma'lumot topganlar. Masalan, pensioner 1995 yildan 1991 yilgacha zavodda ishlagan. Lekin pensiyaga chiqayotganda bu davrning faqat 3 yil hisobga olingan. Keyin arxivdan to'liq ma'lumotnoma topildi. Bunday holatda odam ishlovchi pensioner bo'ladimi yoki ishlamaydimi? Baribir pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qilish kerak. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ishlamayotgan bo'lsangiz, siz uchun aynan ishlovchi pensioner sifatida qayta hisoblash masalasi dolzarb bo'lmasligi mumkin. Lekin sizda eski staj yoki ish haqi bo'yicha yangi hujjat topilsa, bu baribir alohida asos bo'ladi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin norasmiy ishlagan bo'lsangiz, afsuski, bu davr qayta hisoblashda yordam bermasligi mumkin. Masalan, siz do'konda sotuvchi bo'lib ishladingiz, lekin mehnat shartnomasi yo'q. Ish haqi kartaga rasmiy tushmagan, soliq va badallar aks etmagan. Bunday vaziyatda men haqiqatan ham ishlaganman deb aytish yetarli bo'lmaydi. Agar siz juda qisqa muddat, masalan, 1-2 oy rasmiy ishlagan bo'lsangiz, qayta hisoblash natijasi sezilarli bo'lmasligi mumkin. Bu degani murojaat qilish mumkin emas degani emas, lekin kutayotgan natijangiz real bo'lishi kerak. Ba'zan odamlar 3 oy ishladim, pensiyam 500 ming so'm oshadi deb o'ylaydi. Amalda esa bunday bo'lmasligi mumkin. Birinchi misol. Dilorom opa 6 yoshdan oshgan pensiyada, lekin maktabda o'qituvchi bo'lib ishlashni davom ettirmoqda. Pensiyaga chiqayotganda uning 28 yillik staji hisobga olingan. Pensiyadan keyin u yana 3 yil rasmiy ishladi. Har oy ish haqi oldi, ish beruvchi barcha ma'lumotlarni elektron tizimga kiritdi. Dilorom opa pensiya bo'limiga murojaat qilib, pensiyani qayta hisoblashni so'rasa, qo'shimcha 3 yil staj tekshiriladi. Agar bu staj pensiya formasida foyda bersa, uning pensiyasi oshishi mumkin. Oshish miqdori hamma uchun bir xil emas. Chunki u avvalgi pensiya miqdori, staj, maosh va qonunchilikdagi ko'rsatkichlarga bog'liq. Ikkinchi misol. Karim aka pensiyaga chiqqandan keyin qorovul bo'lib ishladi. Lekin ish beruvchi uni rasmiylashtirmadi. Pulni naqd berdi. Karim aka 4 yil ishladi. Lekin hujjatda bu ish yo'q. Endi u pensiyani qayta hisoblashni so'rasa, asosiy muammo isbotda bo'ladi. Agar mehnat shartnomasi, buyruq, ish haqi qaydnomasi, soliq ma'lumotlari bo'lmasa, bu 4 yilni pensiya stajiga qo'shish qiyin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner bo'lsangiz ham rasmiy ishlang. Bugungi norasmiy daromad ertangi pensiya huquqingizni kamaytirishi mumkin. 3-misol. Mohira opa pensiyaga chiqqanda uning 1992-1996 yillardagi ish joyi bo'yicha hujjat topilmagan. Shu sababli pensiyasi kamroq chiqqan. Oradan vaqt o'tib, u arxivdan o'sha davr bo'yicha ma'lumotnoma oldi. Bundan tashqari, pensiyada turib yana 2 yil ham rasmiy ishladi. Bu vaziyatda 2 ta asos bor. Birinchisi oldingi staj bo'yicha yangi hujjat. Ikkinchisi pensiyaning keyingi rasmiy ish davri. Mohira opa bunday holatda albatta murojaat qilishi kerak. Chunki bitta hujjat emas, bir nechta omil pensiyasini oshirishi mumkin. 4-misol. Rustam aka pensiyada, lekin xususiy firmada yuqori maosh bilan maslahatchi bo'lib ishlaydi. U o'ylaydi, men hozir 8 million so'm maosh olyapman. Demak, pensiyam ham ancha oshadi. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Yuqori maoshning o'zi yetarli emas. Rasmiy daromad sifatida ko'rsatilganmi? Ijtimoiy to'lovlar aks etganmi? Qayta hisoblash tartibida bu davr olinadimi? Avvalgi hisob-kitobdan foydaliroqmi? Shular tekshiriladi. Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, foyda bo'lishi mumkin. Lekin maoshim katta, demak pensiyam ham albatta katta oshadi degan kafolat yo'q. Birinchi xato odamlar kutib yuraveradi. Davlat o'zi ko'rib, o'zi oshirib beradi deb o'ylashadi. Ayrim jarayonlar elektronlashgan bo'lsa ham hamma holat avtomatik aniqlanadi deb ishonish xavfli. Ayniqsa sizda eski hujjatlar, arxiv ma'lumotlari
pensiyadan keyingi qo'shimcha ish davrlari bo'lsa, o'zingiz tashabbus ko'rsatganingiz ma'qul. Ikkinchi xato, hujjatsiz murojaat qilish. Pensioner boradi-da, men ishlaganman, pensiyamni oshirib bering deydi. Mutaxassis esa hujjat so'raydi. Hujjat bo'lmasa, ariza ko'rib chiqilish cho'ziladi yoki rad javobi keladi. Shuning uchun oldindan ish joyidan ma'lumot oling, mehnat shartnomasi borligini tekshiring. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari aks etganmi? Elektron mehnat daftarchangizda yozuv bormi? Shularni aniqlang. Uchinchi xato faqat og'zaki maslahat bilan cheklanish. Ba'zan odam pensiya bo'limiga boradi. Navbatda turgan boshqa odamdan so'raydi. U esa baribir oshmaydi yoki hammasi avtomatik deydi. Bunday gaplarga tayanmang. Har bir insonning holati alohida. Sizning stajingiz, maoshingiz, hujjatingiz. Pensiya turi boshqacha bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy murojaat qilish va yozma javob olish. To'rtinchi xato eski hujjatlardagi ism, familiya farqlariga e'tibor bermaslik. Masalan, pasportda Abdullayeva. Eski hujjatda Abdullayeva yozilgan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan sana bir joyda noto'g'ri ketgan bo'lishi mumkin. Ayollar turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'ladi. Bunday mayda ko'ringan farqlar stajni tasdiqlashda muammo tug'diradi. Agar hujjatlarda farq bo'lsa, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, arxiv aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. 5-xato. Ish beruvchining hamma narsani to'g'ri qilganiga ko'r-ko'rona ishonish. Ish beruvchi sizni rasmiylashtirgan bo'lishi mumkin, lekin ma'lumotlarni tizimga kech kiritgan bo'lishi mumkin. Ish haqi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'z mehnat faoliyatingiz bo'yicha elektron yozuvlarni va ish haqi ma'lumotlarini imkon qadar tekshirib boring. Pensiya turi ham muhim. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha yondashuvlar bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiyada mehnat staji va daromad masalasi asosiy o'rinda bo'ladi. Nogironlik pensiyasi esa nogironlik guruhi tibbiy xulosa, mehnatga layoqat holati kabi omillar ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimniki oshibdi, meniki ham oshishi kerak degan taqqoslash doim to'g'ri emas. Yana bir nozik masala. Qayta hisoblash qaysi kundan boshlab qo'llanadi? Odatda bunday masalalarda murojaat sanasi juda muhim bo'ladi. Agar siz bugun hujjat topshirsangiz, qayta hisoblash natijasi belgilangan tartibda murojaat qilingan davrdan keyin qo'llanishi mumkin. Agar siz 2 yil oldin murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan bo'lsa-yu, lekin qilmagan bo'lsangiz, hamma vaqt uchun avtomatik qaytarib beriladi deb o'ylamaslik kerak. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Yana bir muhim holat, korxona yopilgan bo'lsa, ko'p pensionerlar shundan qo'rqadi. Zavod allaqachon yo'q, endi stajimni qanday isbotlayman deydi. Bunday holatda arxivlarga murojaat qilinadi. Tuman yoki shahar arxivi tashkilotning huquqiy vorisi, yuqori turuvchi idora ayrim hollarda sud orqali mehnat fakti tasdiqlanishi mumkin. Bu jarayon vaqt oladi, lekin umuman imkonsiz emas. Fermer xo'jaligi, yakka tartibdagi tadbirkorlik, mavsumiy ishlar, shartnoma asosidagi ishlar bo'yicha ham ehtiyot bo'lish kerak. Hamma faoliyat turi pensiya stajiga bir xil tartibda kirmaydi. Asosiy savol, u davr rasmiy qayd etilganmi? To'lovlar amalga oshirilganmi? Hujjat bilan tasdiqlanadimi? Agar shu 3 ta savolga javob ijobiy bo'lsa, imkoniyat bor. Endi men sizga aniq yo'l xaritasini beraman. Agar siz ishlovchi pensioner bo'lsangiz va pensiyangizni qayta hisoblatmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam o'z mehnat faoliyatingizni tekshirish. Hozirgi ish joyingiz rasmiy ekanini aniqlang. Mehnat shartnomangiz bormi? Ishga qabul qilish buyrug'i bormi? Ish haqi rasmiy to'lanyaptimi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar aks etyaptimi? Bularni tekshiring. Ikkinchi qadam hujjatlarni yig'ish. Odatda sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumot, ish joyidan ma'lumotnoma, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, arxiv hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatni ham tayyorlang. 3-qadam yashash joyingiz bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish. Hozir ayrim xizmatlar davlat xizmatlari markazi yoki elektron portal orqali ham amalga oshirilishi mumkin. Lekin holatingiz murakkab bo'lsa, masalan, eski staj, arxiv, ism, familiya farqi yopilgan korxona bo'lsa, mutaxassis bilan bevosita maslahatlashganingiz yaxshi. 4-qadam ariza yozish. Arizada juda umumiy emas, aniq yozing. Pensiyaga chiqqanimdan keyin rasmiy ishlagan davrimni
hisobga olib pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Yoki yangi topilgan arxiv ma'lumotnomasi asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxatini ham yozing. Hujjat topshirganingiz haqida qabul qilingan sana va ro'yxat saqlab qo'ying. 5-qadam yozma javobni kutish. Agar pensiya oshirilsa, qaysi asosda, qaysi kundan, qancha miqdorda oshirilganini so'rab aniqlang. Agar rad etilsa, rad etish sababi yozma ko'rsatilishi kerak. Sizga to'g'ri kelmaydi degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, siz keyin yuqori turuvchi organga yoki zarur bo'lsa sudga murojaat qilish imkoniga ega bo'lasiz. 6-qadam hisob-kitobni tekshirtirish. Ba'zan pensionerga pensiya oshiriladi, lekin u nima asosida oshganini tushunmaydi. Men maslahat beraman. Yangi pensiya miqdori, eski pensiya miqdori, qo'shilgan staj hisobga olingan davrlar haqida tushuntirish so'rang. Bu sizga kelajakda yana xatolik bo'lsa, uni aniqlashga yordam beradi. Agar sizga qayta hisoblashga asos yo'q degan javob kelsa, avvalo xotirjam bo'ling. Rad javobi doim yakuniy nuqta degani emas. Birinchi navbatda rad etish sababini o'qing. Sabab hujjat yetishmasligi bo'lishi mumkin. Masalan, ish haqqi ma'lumotnomasi yo'q, arxiv hujjati to'liq emas, ish davri tasdiqlanmagan, elektron bazada yozuv yo'q. Bunday holatda yetishmayotgan hujjatni to'ldirib, qayta murojaat qilish mumkin. Agar siz rad javobini noto'g'ri deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi organiga shikoyat qilishingiz mumkin. Shikoyatda hissiyot bilan emas, fakt bilan yozing. Qaysi davr ishlaganingizni, qaysi hujjatlar borligini, qaysi norma yoki asos bo'yicha qayta hisoblashni so'rayotganingizni ko'rsating. Hujjatlarning nusxasini ilova qiling. Agar mehnat stajini hujjat bilan tasdiqlashning imkoni bo'lmasa, ayrim holatlarda sud orqali mehnat fakti yoki huquqiy ahamiyatga ega faktni tasdiqlash masalasi ko'riladi. Bu murakkabroq yo'l, lekin eski korxona yopilgan, arxiv yonib ketgan. Hujjatlar yo'qolgan holatlarda odamlar aynan shu yo'l bilan huquqini tiklashga urinadi. Bunday vaziyatda yurist bilan maslahatlashish foydali. Men ishlovchi pensionerlarga birinchi tavsiyamni beraman. Hech qachon norasmiy ishlashga rozi bo'lmang. Ish beruvchi siz baribir pensionersiz, rasmiylashtirmasak ham bo'ladi desa, bu sizning kelajakdagi pulingizga zarar. Bugun naqd olgan maoshingiz ertaga pensiya hisobida ko'rinmaydi. Ikkinchi tavsiya, har yili o'z mehnat yozuvlaringizni tekshirib boring. Ishga kirgan sana, lavozim, ish haqi, to'lovlar to'g'ri aks etayotganini bilish kerak. Muammo 5 yil o'tib aniqlansa, uni tuzatish qiyinroq bo'ladi. Uchinchi tavsiya, eski hujjatlarni tashlab yubormang. Mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, ma'lumotnoma, ish haqi qaydnomasi, arxiv javobi, hatto eski tashkilotdan berilgan guvohnomalar ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Hujjatlaringizni alohida papkada saqlang. Skaner yoki telefon orqali elektron nusxasini ham olib qo'ying. 4-tavsiya, pensiyangiz miqdoridan shubhalansangiz, baribir foydasi yo'q demang, tekshirtiring. Ba'zan bitta yil staj, bitta arxiv ma'lumotnomasi yoki bitta noto'g'ri yozilgan familiya tuzatilishi natijasida odamning pensiyasi oshadi. Har oy 200 ming so'm oshsa ham 1 yilda 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Bir necha yil davomida bu sezilarli pul. 5-tavsiya, murojaatni kechiktirmang. Pensiya masalasida vaqt juda muhim. Bugun asos bo'lsa, bugun harakat qiling. Ertaga hujjat yo'qolishi, korxona yopilishi, arxivga kirish qiyinlashishi mumkin. Demak, ishlovchi pensionerlar uchun pensiyani qayta hisoblash bu juda muhim huquqiy va moliyaviy masala. Pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan davringiz, qo'shimcha stajingiz, yangi topilgan hujjatlaringiz pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Lekin natija avtomatik va hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Asosiy shart rasmiy ish, to'g'ri hujjat, o'z vaqtida murojaat va yozma javob olish. Men sizga maslahat beraman. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiyada bo'lib ishlayotgan bo'lsa, hujjatlarni tekshiring, pensiya bo'limiga murojaat qiling, kerak bo'lsa qayta hisoblashni so'rang. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Izohlarda yozing. Siz pensiyaga chiqqandan keyin ishlayapsizmi? Qayta hisoblash uchun murojaat qilganmisiz? Pensiyangiz oshganmi yoki rad javobi olganmisiz? Tajribangiz boshqalarga ham foydali bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring.